Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana Juma bozor o'zimiz Asakaga tovuq parranda bozoriga chiqdik. Quyonlarda akchga bitta parcha quyonimizni bozorda ko'ramiz, qani nech puldan sotamiz ekan. Ko'pchilikga qiziq bo'lsa, videolashib qo'yamiz. O'tgan safargi videoda quyonimiz bolalarini olib chiqqanmiz, 7 ta soni. O'sha kalifga ko'p qo'shganmiz buni. Enasini ajratdik, enasi bu oz edi. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Bugun sal ertaroq chiqdik. Bozorda ko'ramiz endi. Bir juft sotdik edi, birinchi sotishimiz 70 ming so'mdan 140 ming so'mga berdik, bitta suv idishi bilan. Akamizga ketdi. Aka, baraka topinglar quyondan. Maza qilib boqing. 5 tasi qoldi, qani bularni ham sotish jarayonidan qo'yib olamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun shu bozordan qisqacha videolar qo'llashamiz. Ko'rib baho berishlar mumkin, nihoyatda chiroyli, go'zal narsalar. Şu nomi nima ekan aka buni? Karela. Jupi necha pul bo'lyapti bular? 150 ming. Valnistiylarchi? Amadinalar necha pul bo'lyapti? Bu ham Amadinami aka? Bu ham Amadina aka bular. Yapon deganimi? Qanaqa? Hakka deyiladi bular. Hakka. Necha pul ekan bu? Bular 150 ming jupi. 150 ming. Chimchim, mana nima bu? Zabrik. Maskelar. Shabu degani bir jup bozorga chiqib qolibdi mana. Ukalarimiz foydalangan olgan. Qiziqqanlari bo'lsa sotiladi. Momoda internetdan ko'rib qilsa, oxiri necha pulga berasiz taqalgan? 500 mi? Nomeringizni ayting yo 94lik 740 98 28. Yuruvlari o'ta go'zal ekan, tuxumda ekan, makon. O'zim ham tashlayman deyotgandim, keyinroq tashlaymiz. Qiziqqan bo'lsa bemalol telefon qilib olishingiz mumkin. Endi yutgan necha pul ekan aka? 5 ming so'm akajon. Yerdaligi bor ekan 800 ming ekan. Yo'q. Mashinadami? Mashina? Aka necha pul ekan? Nechtadan bolasi bu? 20 taligi 800 mingmi? Hali 15 taligi ham bo'ladi. 20 taligini 800 ming deyapti. Malades. Xo'razlar. 200 ming. Arzon ekan, to'g'rimi? Va nihoyat yemlarimiz ham keldi. 5 qop zakaz qildik. 3-partiya yemimiz kelyapti. Kilosi 5,5 ming so'm, yo'l kirasi 150 ming so'm, o'sha kilosi 7 ming so'mdan tushyapti. 5 qop yemimiz 100 kilo yem 700 mingga kelib tushdi bizga. Albatta hisob kitobini qilib boryapmiz. Leylo padam kelgan quyonlarni alohida daftar ruchka tutganmiz. Kirim chiqim rasxodlarni hisoblab boryapmiz. Xudo xolasa mana 2 oylikdan o'tdik. Olganimizga 3 oy bo'lganda xudo xolasa quyonlarni bolalatishni boshlaymiz. 3 oy davomida qilgan chiqimlarimiz va kirim plyuslarimizni hisoblab, xudo xolasa 4 oy bo'lganda bitta itoga qilib plyus minus hisoblab ko'rsatamiz. Ko'pchilik so'raydi, albatta bunda foyda bormi deb, hamma bab finansiy qiziqadi. O'zimiz uchun ham bitta tajriba bo'ladi. 4 oyligida nech pul daromad qilganimizni xudo xolasa hisoblab, yozib, chizib, chiroyli qilib ko'rsatamiz.